Qanaqa qurilish bu? Korobka Mirzo Ulug'bek tumanida Parkinskiy Novostroyka. Bu 2 xona 57 ming. Bu 3 xona 59 ming. Shunaqa qoida bor o'tda. Biz shunaqa ish qilyapmiz. Instagram profilimizni atmetga qilib qo'yamiz. Podpiska tashab qo'yinglar. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa, mana yakshanba kuni bugungi efirimizni ham boshlab olamiz. Sekin bizda esimizdan chiqib qolar ekan, qolgan like bosing, podpiska tashlang deydi-ku, biz aytmas ekanmiz. Bu safardan boshlab bitta-bitta aytib turamiz. Podpiska tashab qo'yinglar. Xo'p, boshlayveramiz yo'msa. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Sizomsiz? Nima deyapsiz? Bu vash kattasi bunaqasi bo'lmagan hali, eksklyuziv bo'lyapti. Bu kattaligiga yarasha narxi arzon bo'lsin deb uy sotiladi, katta ittifoq. Katta ittifoq. Necha kilometr? Postdan? Postdan 6 kilometr chiqadi. Qanaqa qurilish bu? Korobka oddiy. Ikkita xona tutganda, old xonasi yashisi bo'ladi. Xo'p, necha pullos? Anaqa bor. Eshigi bor, oldida ham orqada. Necha pullos? Eski narxi 160 ming dedik, tushib ketdi. Narxi tushib ketdi-da, aka. 160 minglik paytlar o'tib ketdi. Hozirgi kecha kunduzdek bozorga moslashmasangiz, kuniga narxi sekin orqaga qaytyapti. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz buni? Men to'g'risi yaxshi tushunmadim, shuning uchun sirazi narxiga o'taman, nomeringizni berib ketaman. Oxirgi narxi. Necha pul? 160 ming. Xo'p. 88 lik 498 80 98 160 ming ekan, Nazarbek ittifoqda. Aka salomat bo'ling. Xo'p. Yaxshilikni ko'rishinglar. Sekin bu yoqqa o'tiramiz. Bugun xudo xolasa assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Sizomsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Olmazor tumani Sag'bon ko'chasi. Bavrumga kirib ketirish ko'chasi. Ha, Bavrumga kirib ketirish. Ro'parasida to'g'ri ko'chasiga. Tor ko'chalar ular. Tor ko'cha. Tor ko'cha emas. Katta anaqa chiqadi. 6 metrli tupik ko'cha. 6 metrli tupik ko'cha bo'lsa, ikkita mashina bir-birini oldidan bemalol o'tib ketadi. Tupikning oxirimi sizniki? Fasatingiz bormi? 5,5 metr. Fasatingiz 5,5 metr. Darvozani o'zi. Darvozani o'zi bo'lsa, yonida yana 1 metr joy qolar ekan. 35 ming 1 sotiga necha soti o'bshi? 4 soti. 4 soti bo'lsa, 35 dan bo'lsa 70 140 ming bo'ladi. 140 mingga qurilish qanaqa? Eski qurilish bo'ladigan bo'lsa-chi, 35 mingdan sotish uchun 4 sotuvda kamida 17-16 metr fasad bo'lishi kerak-da. O'zi aslida 17-16 metr fasad bo'lsa zo'r bo'lardi. Hozir buni necha pul berib yuborasiz fasad yo'ligini hisobiga? Bir sunnatga yarasha o'tib beramiz. 2 ming o'tib beramiz. 33 dan bera olaman. Fasad yo'q bo'lganning hisobiga 25 dan 30 dan past 25 atroflari to'g'ri keladimi? Necha pul to'g'ri keladi oxiri? 33 mingmi? 32,5 beraman. Ha, o'sha taqalibdi-da, yomon desa. Xo'p. Olmazor tumani Sag'bon, Bavrum, eski chinni zavodda 35 mingdan sotiga telefon nomerlari 97 lik 738 05 70. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bu nima, qo'shnimi? Yo'q, bizani Qoraqamish. Qayerda bu? Qoraqamishda. Qoraqamish qayerda? Eski qo'shinlik bo'lardi. Fasad 11 metr, uzunlik 46 metr. Okey, kamerani to'sib qo'yasiz. Qarang. 11 metr fasadingiz 46-40 mingdan. Okey, bitta gap aytaymi? Birovning narsasini yerga urish va osonda tars-tirs gapirarish. Lekin bu ham qarang, ikki tomonlama 5 sotuv bo'lsa, mana hozir aytdimki, 4 sotuvga eng kamida 16-17 bo'lishi kerak. Anaqasi fasadi dedim. 5 sotuvga eng kamida 20 bo'lishi kerak. 5 sotuvning anaqasi 20 metrda. Ikki tomonlama ko'chasi bor-da shuni. Ha, oldi orqa. 2,5 qilib bemalol ikkita Ha, unda yaxshi ekan. Okey, qarang. 2,5 sotuvga 11 zo'r. Chunki uzun qiladi-da, orqaga quradi-da, oldida hovli qoldiradi yoki oldiga qurib, orqada hovli qoldiradi-da, zo'r chiqadi. Ikki tomoni ham keng ko'chami? Ikki tomoni ham ikkita mashina bemalol o'tadi. Yo'q, bir tomoni anaqa torroq ko'cha, bir yog'i kattami? Yo'q. Orqa tarafga o'zida ikkita mashina o'tib bemalol o'tadi. Oldichi? Tramvay yo'li bo'lgan, asfalt tushgan. Bu yog'ida 3ta 4ta mashina bemalol o'tadi, chunki osh tushgan. Eski qo'shni banisi bo'lgan bizda. Unda yaxshi ekan, lekin sizning mahallangiz yoki 35 ming sotilyapti. 35 mingdan menda bor-da, o'tdi variantlar. 35 mingdan bor. To'g'ri, 2,5 sotuv emas ular, 5 sotuv, 4 sotuvlik hovlilar. 2,5 sotuv
kichkina bo'lganiga, qulay bo'lganini hisobiga ozgina anu bo'lishi mumkin. Nech puldan berasiz? O'zi 45 yilda 40 tushirib keldi. Sunnatiga bir kimyot berishimiz mumkin. 38. 38. Taxminan. Taxminan. 35 ko'tarmaydi. Yo'q, ko'tarmaydi. Xo'p. Sulola to'yxonani yoni Qoraqamichda, o'shanda 1.4 ga yaqin bo'ladi bu, to'g'rimi? 1.4 ga yaqin bo'ladi. 5 sotuv ekan, ikki yoq tomoni ko'cha ekan. 11 metr fasad, uzunligi 46 bo'lsa, o'rtasidan bo'lsa 23 ga 11 bo'ladi. 2,5 sotuvdan ikkita uchastka qursa bo'ladi. 38 mingdan qilib beraman dedilar. Telefon nomerlari 94 383 33 84. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Xo'p. Bismillah. Uy sotiladi. 5 Qayrag'och, mahalla 204 sotuv. Okey, bitta gap aytaymi? Kecha kechqurun 5 Qayrag'ochdan 3 sotuv qo'ydi. Fasadi 12 metr, ichkariga 25 metr. Eng zo'r anaqa 3 sotuvga. Zo'r tushirsa bo'ladigan joyi 37500 dan qo'ydik. Sizniki nech puldan to'g'ri kelyapti? 110 mingni 204 ga bo'lsak, 14 ming nech pullardan to'g'ri kelyapti. ha, undan nisbatan ozgina qimmatroq ekan. Bitgan joyi bor-da, yoki changi shunaqa. Ha, mana qurilishi bitgan. Qachon qildingiz buni? Yoki bir 6 oy cho'q qolishi kerak buni. Fasadini bizib olish kerak ekan. Biz olish kerak, ha. Fasad O'shanda necha metr fasadi? 14 metr fasad. Ichkariga? Ichkariga 16 metr. 14 ga 16. 1580. 16 deyli, 14 ga 16 to'g'ri burchak. Yoki shu qo'ng'ir joyi bormi? Yo'q, to'g'ri To'g'ri burchak. Mana qurilishingiz taxminan deylik nech pullik? 15 ming, 20 ming plus minus. 20 ming bordir, aka, nari berasiz. Ha, endi siz o'zingiz uchun qilgansiz, to'shni hisoblamagansiz. Ko'rinyaptimi? Mana bitta qurilishi bor ekan. Bu korobkani ichiga kirib oldingizmi? Korobka. Korobkasini taxminan 15 ming, 20 ming olib tashlaydigan bo'lsa, nech pul o'zi berib yuborasiz? 110 ming olamiz, aka, endi kelishamiz. 105, 100. 107 mingla bo'lsa beramiz. Ha, 107 mingdan 17 ming ayirib tashlaylik, 90 ming qoladi. 90 mingni endi kalkulyatorda bo'lib ko'ramiz. Sotiga nech puldan tushyapti, aka? 90 ming bo'lib 204. 37,5 ming. Xuddi kecha bizni qo'yganimiz bilan bir xil chiqyapti. Tushundingizmi? Mana shuni sezdim-da. O'shaning uchun oxirgisigacha ham sekin ekanman. Siz hozir 44 ming sotiga deyapsiz-ku. Sotiga 44 ming demang, siz mana bu qurilish yangi-ku. Mana buni hisoblamaysiz. Hamma uyingiz shunaqa bo'lganda, aytsangiz bo'lardi. Bir sotigini aka 44 ming olmadi. Siz mana buni qo'shasiz. Mana shunga endi meni hisobim bo'yicha 15 ming deb o'ylayapman. Siz 20 ming deyapsiz. 17 ming ayirdim bunga. Endi buni ham hozirgi zamonga javob berish kerak. Men jivoy ko'rmadim. O'zini ko'rsangiz, balkim hozirgi zamonga javob bermaydigan eski stil qilib qo'yganmisiz, bilmayman. Jivoy ko'rganda odamlar buni o'zi hisoblaydi. 10 mingga hisoblayman, 5 mingga yoki biz tashlayman. Shundan kelib chiqadi deb buni narxi. Bir sotigingiz agar buni kimdir 17 ming hisoblasa, 37,5 mingdan chiqyapti. Va shu zo'r narx. Kecha biz Instagramga qo'ydik. Profilimizda Instagramda Ulug'bek Yakupov ham Tuhfa Estate ikkita profilimiz bor. O'sha yerda ham va shu zo'r narsalarni qo'yamiz. O'tib olinglar, xudo xolisa. Tak. 5 Qayrag'och mahallada 204 sotuv, mana korobkasi bor ekan, bu yoni biz yuborar ekanmiz. Telefon nomerlari 98lik 809 31 32. Bir sotuv yer 37,5 mingdan to'g'ri kelyapti agar 107 mingga berib yuborsalar. Taxminan shunaqa kalkulyatsiya qildik. Okey, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'p. Bu yoqqa chiqsam quyosh bo'lib qo'yapti-da. Qat yaxshi. Tuzumsan? Qanaqasiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bu joyi biz o'zimiz reklama qilganmiz, bilamiz. Bu paytda bo'lganda. Bu tirikchiligiga olingan. Narxi 70 ming edi. 63 mingga tushding. Bundan ham kelishtirib beramiz. Ha, 63 mingdan ham kelishtirib berasan. Endi tushuntiramiz. Xo'p, Ipodrom tunneli yonida. Qati u? Ipodrom Otchopar ro'parasi. Otchopar ro'parasi. Yo'l yuzidan 100 metr kirganda. Xo'p. Ipodrom tunneligacha 250 metr, 300 metr peshkom. Xo'p. Maktab, bog'cha, masjid hamma narsa bor. Bruz suti, 3 ta xona. Xo'p. Hamon tualet. Xonalar qanaqa? Yashaydimi, bizadimi? Yo'q, ichi yevro remont. Ha, remonti yevro. Ha, remonti yevro. Qurilish qachonga? Fasad qolgan. O'tgan yil kuzda bitdi. Noldan qurilgan. Noldan qurilgan 3 ta xonasi bor, alohida oshxona, sanuzel. Sanuzel oshxonaning ichida kladovka ham qilingan. Kladovkaga sanuzel mabodo kimdir qilaman desa, suv bilan kanalizatsiya ham tashlab ketilgan. 60 dan ham o'tasanmi? 63 mingdan tushib beramiz. Xo'p. Loyla. Ipodrom Orientir. Olim polvon demoqchi edim, olim polvon emas ekan bu.
1 3 sotu 3 ta xona yangi qurilgan ekan. Noldan ko'targan ekan. 63 ming deyapti, 60 mingga beraman deymi? 61 mingga. 61 mingga berib yurar ekan. Telefon nomeringni 60 mingga aylangan, 90lik. O'zingga 60 mingga aylanganmi? Aylangan. Bitta gap aytaymi? Buchi elga kelgan to'y, senga emas. Shunaqa. Umuman elga keldi. Eng qiziq joyida shu yerda mana fakt. Mana bozorning o'rtasida turibman, shu yerda nechtadir quruvchi yuribdi-da. Hozir noto'g'ri gapirsam, noto'g'ri gapiryapsan deydi. Qaranglar, oxirgi 4 yil, 5 yil davomida uy-joylarning narxi faqat oshdi. Shunaqa. To'g'rimi? Faqat oshdi. Endi bitta quruvchi yerni oldi deylik 50 mingga. Ustiga 50 minglik qurilish qildi-da, 100 mingga unga tushdi. Shu muddat ichida kamida 6 oydan 9 oygacha vaqt ketdi. Noldan qurib remont qilib bo'lguncha. Shu vaqtda bozorda narx-navo 20 ming, 30 mingga oshdi. Har yili shunaqa bo'ldi. Endi quruvchi 20 ming, 30 ming dollar foydaga sotdi-da, men zo'r ishlayapman deb o'yladi. Aslida narx oshishini hisobiga foyda qilgan ko'pi. Endi bu yil ham bunaqa bo'ldi. 50 mingga yer olding, ustiga qurilish qilding-da, narx-navo oshmadi. Nabarat 5 mingga tushdi. Deylik quruvchiga 50 mingga oldi, 50 mingga qurdi-da, 100 mingga tushdi. O'sha joyini hozir foydaga sota olmayapti. Ko'p quruvchi. Shu sabab bo'lib qoldi. O'shani hisobiga mana sen aytsan 61 mingga o'zimga tushdi past deydi olsan. Elga kelgan to'y Bu umumiy bozorni hammani boshiga suv savdo tushdi-da, ko'pchilik shuni tan olmayapti. Tan olmayapti, lekin aslida shu narsa bo'ldi. Yana qancha davom etadi deb o'ylaysan? Professionalsan-ku shu narsa. Endi meni fikrimcha o'zi ko'p oshgan narxi искусственный narx ko'tariladi. Odamlar o'zi men mashinchiga sotaman deb ko'tarib oladi. Endi o'zini joyiga qaytyapti. Искусственный ko'tarilgan narxlar ham qaytyapti o'zini joyiga. Вторичный kvartiralar tushyapti. Lekin новостройkaga tushayotgani yo'q. Xo'p, endi qara, eng qiziq joyi mana shu narsa. Yana qancha davom etadi-da, keyin oshib ketadi deb o'ylaysan deb savol berdim o'zi aslida. Xo'p, bu narsani qancha davom etishi endi bu menimcha xalqqa daromadiga bog'liq. Shunaqa. Qanchalik xalq qo'lida ko'p pul aylansa, narx ko'tarilishi davom etishi mumkin. Lekin talab kamayib ketgandan keyin narx tushishi boshlashi ham mumkin. Endi bu Alloh a'lam. Bizning fikrimiz yana 6 oy, 1 yil shunaqa bo'lib turadi. Keyin yana tepaga ketadi deb o'ylaymiz. Bizning narx-navo tushib ketadi deganimizda hamma o'ylabdiki, uy-joylarning narxi 2000 dollar bo'lib ketadi deb o'ylab. Bunaqa bo'lmaydi. Taxminan bunda yurak urishi bor-ku, bunda chiqdi 4 yil, 1 yil bunda tushadi-da, keyin yana 4 yil ketadi. O'sha davr keladi, o'shangacha hozir olmayotgan odamlarga tavsiya ovuringlar. Chunki ertadan boshlashi ham mumkin. Yarim yildan, 1 yildan keyin boshlashi ham mumkin. Yana narx-navo tepaga qarab ketib qoladi. Shunaqa. Statistika bo'yicha. Xo'p, telefon nomeringni ayting eng qiziq. 90lik 911 911 48 84. 48 84. Bozoringni bersin. Salomat bo'l. Ishlar Yaxshilikni rivojlanadi. ko'rishinglar. Mirzo Ulug'bek tumanida Parkinskiy Novostroyka. Qarang, 7-8-etaj deyapti-ku, bu yerda 130 kvadrat, 65 bo'lyapti, to'g'rimi? 8-etaj mansardami yo toza etajmi? Toza etaj. Toza etaj 65 kvadrat, remonti Yevro remont. yevro, mebel texnika, upakovka. O'shanda odam yashagan. Yevro remont, mebel texnika. Chalada mebel texnikasi. Yo'q, hamma narsa bor. Hamma narsa bo'lsa upakovka. To'g'ri, yangi bo'lsa upakovka deyiladi. To'g'ri, adashib ketdim. Agar ishlatilgan bo'lsa upakovka deyilmaydi. Hamma narsasi bor deyiladi. Xo'p. Parkinskiyda dubleks kvartira ekan, 65 kvadrat 7-etaj, 65 kvadrat 8-etaj, yevro remont, mebel texnikasi bilan 130 kvadrat 130 ming. 1 kvadratini 1000 dollardan deyaptilar. Parkinskiyga yaxshi narx. Parkinskiyda normalniy, zo'r narx, foydalansa bo'ladi. Kimdir dubleksga ishqiboz odam bo'ladigan bo'lsa, oladigan joy ekan. Necha pulga berib olasiz? İşte beri olaman savdosi. Turing, sraz bizda shu oxiri yetib ketiladi, qiziq bo'ladi. 27 ga beraman. 3 ming o'tib berasizmi? O'zi aslida 130 minglik narsadan kami 5 mingdan 10 minggacha o'tiladi. Savdosi shunaqa bo'ladi, bilasiz. 120 ko'taradimi? 120 ko'tarmaydi. 125 o'sha taqalgan joy, ha? Bo'ldi. Xo'p. Telefon nomerlari 93lik 104 40 00 130 ming deyaptilar, 125 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Okay? Bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Akam kutyaptilar. Bo'ldi, hozir 1 minut, shundan keyin. Короче, bu 18-kvartal Yunusobod, Chayka supermarketi Hop, oldida. hop. Xona 3-etaj, 4-etajli g'ishli dom. Hop. O'rtacha remont 58 ming yana o'tib beramiz. 58 ming bo'ladigan bo'lsa, Ha. 18-kvartalga Qolasang senga ham beramiz pul. bu
nima planirovka? Xrushchevka. 77-seriya. Ha, 77 mi? Ha, unda yaxshi. Men Xrushchevka deb o'yladim. 18 da o'zi Xrushchevka. Ikkiga olti Yo'q balkon. shakl. Uluchinka bilan 77 bor u yerda. Ha, to'g'ri. Xrushchevka eshitmaganman u yerda. 58 ming. Remont sredniy deganda kirib yashasa bo'ladimi yo qilib yuborgan yaxshimi? Ну, kirib yashasa ham bo'ladi, no, remont qilsa undan yaxshi. Ha, remont qilib yuborsa ham bo'ladi. Unisiga ham, bunisiga ham jalka emas. Xo'p, 58 ming. Nech pul bo'lsa berib olasiz buni? Ну, где-то 57 ga beramiz. Ming so'm berasizmi? 55, 54 unaqalar ko'tarmaydi. Tushunarli. Xo'p, Yunusobod 18-kvartalda 2 xona, 3-etaj, 4-etajga 77 seriya g'ishli bo'ladi. O'zi aslida menimcha eski planirovkani eng zo'ri shu. Eski, rossiyaskiy planirovkalarni zo'ri shu-da, oddiy uylarda. Quroli 77 seriya. Komforti bor har tomonlama. 58 ming deyaptilar, 57 ming bo'lsa berib yuboraman dedilar. 98 lik 308 80 30. Okey? Bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Buni ham e'tibor. Ta, tegida yana bormi? Yunusobod 4-amerikanskiy посольство. 6-kvartal. Oka bitta gap aytaymi? Mana shu yerda men qiziq narsalarni berib ketaman-da. 6-kvartalda katelniy bor. Agar katelniyning yonida bo'lsa, dom 3-4 ming, 5 mingga narx tushib ketib qoladi. Katelniydan uzoq bo'lsa, yo'l yuziga yaqinlashsa, narx 3-4 ming, 5 mingga ko'tariladi. Shu yerda ko'pchilik chalg'iydi-da. Endi biz bilamiz buni. Katelniyning yoni arzon yurishini, chunki o'ziga yarasha diskomforti bor katelniyning. Endi bu katelniydan qanchalik uzoq? Bu amerikanskiy посольствоdan to'g'risida 31-tomda. Ha, men nima kulib gapirayotganimni bilasizmi? Oxirida katelniyning yonida desangizchi, aka zarar keltirib qo'ymayman-ku derdim-da. Katelniydan uzoq. 3 xona, 3-etaj. Bu Xrushchevka, Yo'q, fransuskiy planirovka bo'ladigan bo'lsa, ha, zalis to'rburcha. Balkon 2 ta, pistolet balkon. Xo'p. Nech pul buni? Remonti. Narxi 60 ming deyapmiz, 59 ga beramiz. Ana, endi qarang, aka. Bu 2 xona 57 ming, bu 3 xona 59 ming. Narxi yumshoq. 6-kvartal o'zi yumshoqroq yuradi, katelniyning hisobiga, katelniyning yonida va shu yumshoq yuradi. Narxi yaxshi ekan, katelniydan agar uzoq bo'ladigan bo'lsa. Buni 6-kvartalda narxini tushiradigan narsa katelniy. Asosiy narxini katelniy tushirib qo'yadi-da, bu uzoq bo'lsa-chi o'zi qimmatroq ham sotsa bo'ladi, lekin yaxshi narx so'rayapsiz 59 mingga. Hech qanaqa muammosi yo'qmi? Yo'q. O'zimniki. Mana sizdan oldingi odam tirikchilikka olganmisiz? Ha. Nima bo'lgan hujjati? Hammasi yaxshi. Yo'q, meros qabul qilib olib sotdimi sizga? Meros emas, kuple продаж. Kuple продажа bo'lgan. U nechinchi yil bo'lgan? Sizdan oldingisi. Yo'q, yaqinda biz kuple продаж sotib oldik. Siz yaqinda qildingiz. U sizdan oldingisi. U ham yaqinda qilgan. Yangi. Ha, dokumentlari yaxshi. Dokumentlari yaxshi, ha? Oka qarang. Men bitta videolarim bor, o'sha yangi dokumentdan ehtiyot bo'linglar deganman, o'shani hisobiga. Prosta bitta gap aytaman, aka. Ochiq oydin bizda xafa bo'lyapti ko'pchilik, lekin men xafa bo'lsa ham aytib ketiraman. Sababi kamerani orqasida tomosha qilib o'tirgan odam gapira olmaydi. Nimaga shuni gapirmadi, nimaga shuni gapirmadi deydi. Lekin siz o'zingizni himoya qila olasiz har tomonlama. Nima deyishimdan qat'iy nazar oldimda turibsiz. Eng qiziq joyi 59 mingga buni narxi arzon. Shuning uchun men o'sha o'tib ketdim, dokumentga o'tyapman, joyiga o'tyapman, 59 ming arzon narxda. Nimani hisobiga arzon sotyaptilar bular domla? Dokument. Ha, srochniy bo'lgani uchun. Dokumentga javob. Hammasi yaxshi. Bo'ldi. Bizni ko'rmadi u dokumentini, javob deyaptilar. Prosta narxi yumshoq bo'lsa, siraz dokumentga o'taman, chunki yo'q, dokumentida bir narsa bo'ladi. Yo'q, uy ichida bir uy sotilishiga norozi odam bor. Bir balosiy bo'lmasa, hammasi yaxshi. Nima deydi? Shu tumonda na qilaver deydi, o'sha narsada. Hammasi yaxshi bo'lsa zo'r. Nomerlari o'sha 98 lik 308 80 30. Ikkalovi ham o'zingizniki. Xohlasangiz 2 xona olasiz 57 mingga. Xohlasangiz 59 mingga 3 xona olasiz. 3 xona fransuskiy, 2 xona 77 seriya. Aka, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Yunusoboddan. Salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Qurbon salomatmisan? Tuzumsan? Ishlaring bormi? Sentra bola, o'zbekon bor. 43 mingga sentra bolalari tirikchiligi so'rayaptimi? Remont sotadigan bolalar so'rayapti. Asli 43 ming kecha so'rashdi, nariga ketamiz. Sen nech pul deyapsan? 43 ming 500 43 ming 500 bo'lsa beraman. bersa berib yuborasan. Xo'p. Bolalar variant olib kelishyapti, aytishyaptiki 43 ming dollarga remont qilib sotadigan bolalar so'rayapti, 500 dollarga savdo qilyapmiz deyapti. 500 dollarga o'zi talashmasdan berib yuborsang bo'lar ekan, qani? Berib yuborsang bo'lar ekan, 500. Ha, o'sha 500 dollar shirin joyimi? O'sha taqalib qolibdi, shirin joyi ekan. 45 ming deyapti. Hozirgi kecha kunduzda 43 mingga remont qilib sotadigan bolalar buni oladimi?
narxini ham ko'rsatib qo'ying, nomerini. Bo'ldi. Konkurentini ko'rsatamiz. Yo, bu yoqqa olib kel, soyaga. Hop. 58 ming anaqasi tushmasa, agar bog'lanib. Bo'ldi. Remont qilib sotadigan. Eng qiziq joyi, hop, remont qilib sotadigan bolalar xuddi shunaqa remont qilib qo'yishgan, ko'ryaptimi? Xuddi mana shu joyda, xuddi shunaqa kvadrat, faqat etaji 2 ekan. Bir xonada birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj farqi yo'q. Mana ular ko'ryaptimi? 58 ming deyapti. 43 mingga olib, buni ham remont qilib 58 ming sotishadi. O'zi uchun yashayman, o'zim remont qilaman, erinmayman degan odamga zo'r ekan. Bir xil odamlar ke deydi, 2000 qimmat bo'lsa ham remont qila olaman deydi. Ularga emas, o'zi remont qiladiganlarga qanday 2-3 ming dollar yoniga qoladi. Tak. Chilonzor 5-kvartal, metro Nouza. Flagmanning orqasi ekan. Bir xona 3-etaj, 30 kvadrat, 1,5 ga 3 balkon, remont sredniy, endi boshqatdan qilib yuboriladi. 45 ming deyilyapti, 43.500 ga berib yuboraman deyapti. Telefon nomeri 97 423 02 97 43500. Uje savdalashmas ekansizlar. Chunki 43 mingga xaridori bor ekan. Qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman. Bozoringni bersin. Bismillah. Oka ko'p u bo'tda, hammasini bera olmayman. Zo'rini aytaman. Qaysi biri zo'r? Jarroqroq ham yo'qmas. Soya bo'tdimi o'zi? Bu yoqqa o'tib olaylik, soya bo'ladi. Izzada, O'rizorda 2 xona 3-etaj, 9 etajgada 58 ming deyilyapti. Oka qarang. Betonkada O'rizor tomonidan kelayotganimizda chap qo'limizda 9 etajga tushgan. Birinchisi bu yerda sal noqulay bo'ladi. Bu narsani gapirish efirda, lekin biz bilamiz. Birinchisi 100-dom negadir oldi sotisi past tushadi. Qolganiniki zo'r. Hamma narsa bir xil. Bu 100 masa 100-domda turadigan odamlar mendan xafa bo'lmanglar. Prosta biz tirikchilikka olganimizda izzadan o'zi 5 tadan onami 4 tadan tushgan. 100-dom bo'lsa aka sal arzonroq olamiz. Nima sababini bilmayman. Savdosi sal pastroq. Yo'q, 100 emas. 100 emas. Egasi aytgan 63 kvadrat dedi. Men 60 yozdim. Buni. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Efirda gapirish. Xafa bo'lishmasin. Endi men o'zim shaxsan xohlamayman. O'sha hop, чистый remont 60 kvadrat metr 58 ming. Nech pul bo'lsa berib olasiz? Joyda gaplashamiz. Joyida gaplashmayman. Bizda oxirini aytib ketiladi, shu yerda. Oxiri taqalgan narxini ayting. 56 ga olib beraman. 56 ming bo'lsa, olib berasiz. Remonti чистый. Hop. Izzada 56 ming bo'ladigan bo'lsa, narxi vrodi yomon emas, normalniy narx ekan. Sotib olsa bo'ladigan narx. Ikkinchi qaysi biri yaxshi do'st? Sag'bon, Bavrum 95 ming. Uyi 479 Padiyevra remont 98 kvadrat. Sag'ron Bavrumni o'zi bo'ladigan bo'lsa, kvadrati 98 bo'lmaydi. Bavrumni o'zimi? Mana Bavrum 13-dom. Kirganingizda Bavrumni o'zi qurgan. 13-dom. Keyin yon atrofiga ham qurilishlar bo'ldi. Bavrumni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu 3 xona bo'ladi. 3 xonani balkim 4 xona qilgan. 4 xona qilgan. Ha, endi o'zingizga yoz. Qarang. 4 xona o'tdi. 100 dan ancha yuqorida, 3 xona 98ligi bor, 105ligi bor. 98lik kichkina 3 xona ekan, qaysidir gulxo'yxonami, oshxonami, 4-xona qilib foydalanyaptilar. Narxi nech pul? 95 ming. Narxi yaxshi ekan. Bavrumda 1 kvadrat metr yevro remontli uylarni 1000 dollardan berishmayapti. Bu yerda 1000 dollardan ham arzon ekan. Arzon. Nech pul bo'lsa berib yuboradilar? 1000 so'm tushib beradi. 94 ming. Ha, ikkalovi ham taqalgan ekan. Ozgina o'tib berdingiz. Bavrumda etaji ham 7 ekan. Buni ham hisobi bor. Men aytganlarim 1000 dan bermayotgan yaxshi etajlar. 3-chi, 4-chi yaxshi etajlarda. Telefon nomeringizni berib ketamiz. Ikkita variantingiz ham yaxshi. Ma'munisi zo'r ekan. Agar puliga chaqsa. 97lik 135 59 59 Bavrumda 1000 dollardan ham topa olmayapmiz biz. Okam 1000 dollardan ancha arzon aytibdilar. 98 kvadratli 7-etaj 4 xona uyi 94 ming qilib berdilar. Okay? Bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Mana mohira aytdilar, mana mohira o'tiribdilar. Yo bo'l, yo ayol kishi bo'lsa, to'g'ri. Shuni reklama qilib bering deyaptilar. Xo'p. Puli naqd deyaptilar. Puli naqd? Ha, uylar naqd. Bo'tga beradilar hozir. Ha, yo. Bu xolis xizmat. Ano, nima deydi? Mohira bu yoqqa keling. Yo, kelmasinlar. Elga xizmat. Xo'p. Ibn Sino 2 da bir xona 4-etaj, Padiyevra remont, mebel texnika uy. 47 ming. Nech pul bo'lsa berib yuborar ekan. Oxiri nech pul? Ibn Sino 1.
47 ming o'sha taqalganini aytibdilar. Tak. Shundoq aytib ketaveramiz. Egalari yo'q bo'lganlar uchun hozir bulardan so'rasa to'liq ma'lumot bera olmaylar. 95 lik 355 73 93 nomerlari Ibn Sinoda bir xona 4-etaj 5-etajga Padiyevra remont mebel texnikasi bilan. Bunisi esa Severniy Olmazorda bir xona to'g'ri 30 kvadrat 36500. Ikkalovi ham normalniy variantlar, xudo xolisa telefon qilinglar 95 lik 355 93 73. Okey, salomat bo'ling. Yaxshiliklar. Assalomu alaykum. Okey, salomatmisiz? Okey, kutib qoldingiz-a? Hozir shundan keyin siznikini qilamiz, xudo xolisa. Продается 2 комнатная, передельная 348, адрес Chilonzor, 19-kvartal, orientir 50-50 moyka. 2 xonani 3 xona qilgansiz. Necha etajga? 3-etaj. Yo'q, necha etajga? 4-etaj. 4-etajga, 3-etaj balkon. Nechiga necha? 1,5 guchmi balkoni? Balkoni 1,5 guch bo'lsa, o'tda 3 xil planirovka bor. Smeshinli bor, zerkalli bor, razdelli bor. Qaysi bo'ladi? Razdelli bu. Razdelli bo'lsa, 3 ta oynangiz ham bir yoq tomonga ko'chaga qaragan bo'ladi. Shunaqa, uchtasi ham bir yoq tomonga balkonga oshxonani olib chiqib, oshxonani detskiy sifatida foydalanyapsiz. Ko'pchilik shuna qilib 3 xona qilib qo'yadi. Bir xil odamlar shu yerda ma'lumot, zo'r ma'lumot. Oshxonani balkonga olib chiqishga erinishadi o'sha suvni turbasini, gazni turbasini olib chiqishga 200-300 dollar pul ketadi. Shundan erinishadi. Endi noqonuniy, ya'ni issiq suv deylik ko'rib qolsa urushmasin. Lekin shunaqa qilmasangiz, balkonda qishda bolalaringiz yota olmaydi. Uni devori ingichka bo'ladi. Qishda yotib bo'lmaydi o'tda, sovib ketadi. Yozda ham misol uchun kun isib ketadi-yu, qattim. O'sha paytda ham bolalar kirib yota olmaydi, chunki devor yupqa. Tashqaridagi suvni ichkariga olib kirib yoradi. Biladigan odam esa to'g'ri, noqonuniy bo'lsa ham gazni, suvni balkonga olib chiqadi-da, oshxonani bolalarga xona qilib beradi-ku, uni devori qalin, foydalansa bo'ladi. To'g'ri, kichkina, lekin bolalar qishda ham, yozda ham yota oladi bemalol. Balkonda yota olmaydi. Sizlar hozir to'g'ri qilgansizlar, qonunni buzgansizlar, o'tga to'g'ri qilgansizlar. Aniqlik ko'rib qolmasin. Xo'p, endi pulini ayting buni. Maqtayotimiz puli sal, lekin qimmat. Kelishtirib bering buni. 57 mingdan. Necha pul bo'lsa berib olasiz? Oxiri. To'lig'i o'zi 56 ming. 56 ming bo'lsa berib olasiz. 55, 54, 53 o'ylab ko'rmaysiz u narxlarni. Razdelli, remonti shundoq kirib yashaydigan chiroyli uymi yo'q, qiladimi? O'tgan yil remont qilingan. O'tgan yil remont qilgansiz. Hozir misol uchun menda qanaqa narsada uyingizga mehmon kelsa ham, kulib kutib oladigan uymi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa yaxshi qilib ketamiz, xudo xolisa. Chilonzor 19-kvartalda 2 xona, 3 xona qilingan ekan. Etaji 3-etaj, 4-etajga razdelli oshxonaga detskiy qilib qo'yibdilar. 99 lik 822 98 53 56 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Remontlarim chiroyli deyaptilar. Ko'rib oqasizlar. Okey, salomat bo'ling. Issiq suvdan kelib qolsa, ma'ni aytasiz. Sog' bo'ling. Xudo xolis sizga va'da beruvdim-a? Assalomu alaykum. Okey, salomatmisiz? Tizimsiz, ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Uy sotiladi. Qatida Zangetani. Okey, Bo'zsuv gez. Bo'zsuv. Hozir shu yerda Bo'zsuvni vakillari, bu yoqqa keling, okey. Siz o'yin. Siz keling. Bu Bo'zsuvda turadilar bular. Bular ko'rib ketdi. Ha, bilagansiz, Bo'zsuvda turadi bu. Anons ko'rganmi? Siz keling, ko'rgan ekansiz. Qarang, buni ko'rgan bo'lsangiz, narxlari qanaqa, men bilmayman o'tlarni. O'shaning uchun sira sizni chaqiryapman. Narxlari yaxshi. Bu tayyor biznes bu. Ha. Tayyor biznes. Ichida o'zining uyi bor. Hop. 5 xona uylari bor. Katta orqada ko'chasi ham bor, yana kottej qurishga ham sharoit bor. Bu gilamning eng katta ko'cha. Shunaqa. Ha, melek bo'lardi-yu. Men o'tlarni bilmayman. Katta ko'cha. Shoh ko'cha. Anu ikkinchi darajali kichkina ko'cha emas. Shoh ko'cha bo'lsa yaxshi. Necha sotuv? 22 sotuv. 22 sotuv. Nech pul hozir? 700 mingdan olman, hamma sharoitda. Hozir bir sotuv yer 15 ming dedingiz. 22 sotuv bo'lsa, 15 mingdan bo'lsa 330 ming bo'ladi. 330 ming yeringiz. Qurilishingizni plyus qo'shyapsiz, to'g'rimi? Qurilishingiz taxminan nech pul ketgan mana shu qurilishga? Endi orqasida uylari ham bor-da. Men aka o'z ko'rgan. Orqasida uyi qanaqa? 5 xona. 100 ming ketib qolgan uymi? 100 ming emas, undan ko'p 3 uchastkani sotib qo'ygan. Ha, 3 uchastkani sotib buni qilgansiz. 100 ming bittasi bir deylik. Men bilmayman, aka, qiyin-da, men rasmdan turib bor-ku. To'chning narxi chiqazib berish. Yo'q, videoni qo'yavering. Molxona, qo'yxona, hamma sharoiti bor, aka. 5 ta tub giloslari bor, katta-katta, короче.
kirgan odam mazza qilib yashaydi. Kimdir? Sotiladigan emas-da. Kimdir? Men o'sha gapingizdan tushundim. Ani o'zimga dala hovli qilib qo'yaman-da, ham mol holdan foydalanaman, ham oldini arendaga beraman-da. Bir ikkisin pul tushadi, orqasida o'zim yashayman. Misol uchun yoshi katta odamlarchi o'sha shuni o'ylashni boshlar ekan. Ani odam o'zi aslida yerga yaqin-da, biz baribir tanamiz yerdan-ku, yerga yaqin-da. Odam yoshi katta bo'lgan sari o'sha tozaroq havo, o'sha yer joylarga ketgisi kelaverar ekan. Endi puli borlar qila oladi. O'shalar uchun zo'r taklif ekan. Nech pul arenda beryapti? O'zi 2000 cha berardi, chiqib ketgan, endi chiqazib yuborganman sabablarga ko'ra. Chunki o'zida hozir bog'cha go'zallik saloni ishlayapti. Nech pul arenda? 1100, 1200. Aka bitta gap aytaymi? Bu yerdacha siz tezroq arenda qo'ying. Nech pulga turadi umumiy qo'yib bo'lsangiz? 3000, 4000, 2000 dan oshadi. 2000 dollarga turadi, qiynalasiz yo'masa. Chunki o'zi aslida endi orqasida yashaydigan joylarni ayirib tashlaydi, molxonani ayirib tashlaydi. O'zi uchun u komfort-ku. 700 minglik joy 4000, 5000 berish kerak-da arenda. Okajon, agar o'zi biznes qiladigan bo'lsa, yo arenda berib yuborsin, o'zi biznes qilmasin. O'zi biznes qiladigan bo'lsa, arendaga berib yuboradigan bo'lsa, endi sharoitiga qarab, misol uchun men tepalarni remontlarni yaxshi qilib bersa, men oddiyroq sredniy qilganman, lekin hamma komforti bor-da. Agar o'sha zo'r shaharlarning ustida bo'ladigan bo'lsa, baxt o'yingoh qilib qiladigan bo'lsa, yo'q narsani bir 3,5 ming ham qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi. Qarang. Soyaga bundoq soyaga olib keling. Отдельный стоящий qilib qo'yibdilar, tegi uchastka bo'lganda, buni to'g'rimi? Tegi zamin uchastka bo'lgan. Anaqa bo'lmagan, nijiloyga chiqqan dokument emas. Zamin uchastka bo'lgan, jiloy bo'lgan, keyin nijiloyga o'girib yubordingiz. Hali ham jiloyda turibdimi? Jiloyda ishxonalar ishlashga asal qiynaladi. Mayli. Xo'p, yashashga ham sharoiti bor ekan, molxonalari bor ekan. 93lik 629 11 11 700 ming deyaptilar. Men o'tlarning narxini bilmayman, bir narsa deya olmayman. Oxirini ayting, nech pul bo'lsa berib olasiz. Ustida kelishib tushirib beraman. 650 ming, 600 ming, savdosi katta bo'ladi deb bergan. So'rashgan, bermagan. Bering deb bermayapsiz. Bermaganman. 1 yil oldin. Ha, 1 yil oldingi gap o'tib ketdi aka, 1 yilda. Men o'zim ham chetda bo'ldim-da, o'zim Yaponiyada o'qiyman. Hop. Ochuvchasiga mana shuni orqasidan tushmay qo'ydim. Bundoq aka-ukalar bilan yashaladigan joyda, ukalarim hammasi chetda yuradi, u qiladi. Shu bilan hozir nech pul bo'lsa berib olasiz? Tushiraman ustida aka. O'tgan yilgi gap o'tib ketdi-da, ani poyezd o'tib ketdi deydi-yu. Bilet kuydi. 10 ming, 20 ming kelishilamiz. 700 mingdan. Yo 650 mingdan. 700 ming. 700 ming deyaptilar, 10 ming, 20 ming o'tib beraman deyaptilar. Buni savdosi katta bo'ladi-da. Bunaqa narsa 50 ming. Ochuvchasiga mana 50 yonidamiz. Bitta bitmayotgan o'sha masjidmi 10 ming dollar chiqazamiz niyat qilganmiz oilaga. Sotilsa. Sotilsa shundan 10 ming dollar masjidga berasizlar. U o'zi ham qo'shiladi. Bo'ldi, baraka bersin. Baraka bersin. Odamga ham. Okey, shu yerda bitta zo'r narsa aytib ketaymi? Qarang. Agarda siz hozir shu 10 ming dollar masjidga ketishini endi diniy tomonini gapirayotganimga balkim noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqaman, efirda apasida. Agarda xaridorga, menga hech kimga aytmasangiz, o'sha 10 ming dollar savobini bitta o'zingiz olib ketasiz. Aytib qo'ysangizchi, sizdan unga o'tib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Savob qo'shilsin nomma nima edi aka? Hammamiz bu dunyodan ketamiz, to'g'risi. Bitta odam savob olib ketmasin, olib ketsin aka. Shunaqa. Aka, bozoringizni bersin, 700 ming ekan, foydalaninglar. Xo'p, rahmat. Xo'p. Bu o'zim uyim. Men aytiraman, o'zim uyim. Sherigim ko'tarib ketdi. Chiqazib olibdi. Hozir yo'q edi qo'lingda, videoni ko'rib olib keldim. Ha, yaxshi. Xo'p. To'rxona 8-etaj, 9-etajga 122 kvadrat, 85500 deyilyapti. 1-2 ming o'tib beriladigan joyi bor. Xo'p. Telefon nomeri Taqachi burgeri to'g'risida. O'sha rangi qanaqa edi? Galibo'ymidi? Galibo'y rangli Novostroyka. To'rxona 8-etaj. Xo'p, 97lik 743 1050. Telefon qilinglar, biz tirikchilikka oluvdik, sotamiz. O'z 85 dan yuqori edi. Bizning ham mo'ljal bozor ko'tara olmayapti. 83 plus minus berib olamiz. Siz ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Uchtepa Sakkoki, Orientir Mandarin magazin. Mandarin magazinini bilmas ekanman. Qayerda u Mandarin? Borgan edingiz, sizdami? Ikkinchi ko'cha chapga kirgan edingiz. Ha. Esladingizmi? O'zim qo'yaman. Общий 11 sotuviydi. Ha. Reklamaga chaqiruvdinglar. Aka, buni reklama qilib bo'lmaydi, chunki hali meros qilinmagan ekan.
Undan ko'ra kimdir sizlarga zaklat bersin-da, xotirjam bo'lsin. Biz reklama qila olmaymiz deb ketuvdim bu joydan. Bo'ldi. Yoki kelishamiz, o'zimiz olib qo'yamiz dedingiz. O'zim olib qo'yaman dedingiz. Eng qiziq joyi bu joyi bizani Instagram profilimizda reklama qilish uchun chaqirishgan. Biz Instagramda eng arzon narxdagi uylarni faqat reklama qilamiz. Bu yerda hammasini qo'yib ketamiz-da. Qo'ldan kelgancha gaplashamiz, tushuntiramiz, qo'yib ketamiz. Lekin Instagram profilimizga 40 minglik uy, 35 minglik uy 28 mingga beraman desa tushadi, yo'masa tushmaydi. Shunaqa qoida bor o'tda. Biz shunaqa ish qilyapmiz. Instagram profilimizni atmetga qilib qo'yamiz, podpiska tashab qo'yinglar. Bu joyi meros ekan, aka, merosxo'r ko'p ekan. Merosxo'rlar ertaga men syomka qilarsam, odamlar kelganda nimaga hali meros qabul qilinmagan, o'sha olamdan o'tgan odamning nomidagi joyi reklama qilding deb menga diskomfort bo'ladi deb qilmadim. Meros qabul qilib olinglar dedim. Qabul qilib oldinglarmi? Endi bo'lyapti o'sha. O'shani qabul qilib olinglar, aka. Sizlar merosxo'rlar qabul qilib olganinglardan keyin hozirgi kecha kunduzda 3 odamlar bor-ku, o'sha odamlar 3 tami 5 tami farqi yo'q. Hammanglar bilan oluvchi odam gaplashadi. Sen rozimisan deydi. Sen rozimisan deydi-da. Hamma ha, men shu 28 ming dollarga roziman deydi-ku, keyin zaklat beradi. Hozir olamdan o'tgan odamning nomida bu joy, olamdan o'tgan odamning nomidagi joyi merosxo'r nechtaligini oluvchi qayerdan biladi? Bilmaydi oluvchining merosxo'r qanchaligini. Bundan so'raydi, rozimisan? Bundan sizdan so'raydi, rozimisizlar deysizlar-da. Sizni oilangiz shunaqa demoqchi emasman. Oilangiz zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Men borib ko'rdim, yaxshi insonsizlar. Shunaqa vaziyat bo'ladi, bitta merosxo'r chiqib keladi-da, men noroziman deydi. Tushundingizmi? Men qo'l qo'ymayman deydi-yu, anu odam sizga 5 ming dollar zaklat bergan, 5 ming dollar zaklatni men bu uyni xarajatlariga, meros dokumentga ishlatib yuborib bo'lgansiz, anu odam og'ir vaziyatda qolib ketadi. Mana mashina deb bu uyni arzimagan 2 ming dollar yoki 1000 dollar ketadi. Qaysidir tanish bilishingizdan amallab yoki o'zingiz qilib oling. Ishingiz tezlashadi. Sizni uyingizni sotilmayotganini bitta sababi uyingiz hozir olamdan o'tgan odamning nomida. O'shaning uchun ham sota olmayapsiz. Tushunyapsizmi? Shuni qilib oling aka tez. Uzog'i 1 oyga bormay qilib tashasa bo'ladigan ish. Bitta odam yugursa. Sizni uyingizga borganimga menga 1 oydan oshdi uje. Uje 2 oymi? 2 oy bo'lib ketdi. 2 oycha oldin akaman bor edi. 2 oycha oldin boruvdim. Aka dedim, navodo dedim. Buni dedim, reklama qilmayman deb, o'zim saniyman dedim. Faqat dedim, hamma merosxo'r bilan gaplashaman, anu manba dedim. Xullas shu paytda keyin bo'lmadi. Unda 11 sotuv edi. Ikkita joy edi. Bitta emas edi. Hozir nariga sotmaydigan bo'pti, men eshitdim uni. Faqat buni sotilyapti. 5,5 sotuv. 28 mingdan narxi zo'r. Sakkokiyda. Shundoq betonkadan kirganimizda, o'ng qo'limizda 2-3 ko'cha o'ngga kirganda, o'sha to'g'ri katta yo'ldan ozgina kirganda, oldin kanalizatsiya yo'q edi. Hozir bu ko'chadan kanalizatsiya o'tkazildi. Xonadonlar bitta-bitta o'zi imkoniyatiga qarab ulayapti kanalizatsiyani. Ishladimi bu kanalizatsiya? Yo'q. Hali ishlamadi. Hali ishlamabdi, lekin vot ishga tushadi, chunki turba. Ha, sentralni ishlayapti. Sizlar ulamadingiz. Ha, olgan odam bu uchastkani bizib quradi baribir. Bizib hozir 2 ta kottej qurar bilmayman, qursa bo'ladi 2 ta. 3 ta kottej qurar yo bitta katta uchastka qurar, o'zi kanalizatsiya ulab oladi baribir. Sizni kanalizatsiyangiz bo'lsa ham olib tashlaydi. Chunki u odam o'zini 2 etajli qurilishiga moslab hamma narsani proyektni o'shanga qarab qiladi. Baribir glavniga o'zi qiladi. Kanalizatsiya shundoq eshik tagida ulab olish kerak. Общий summadan o'tamiz yana. Nechi pul qilib berasiz? Hozir 154 chiqyapti-ku. 5,5 sotu 28 mingdan 154 ming deylik. Yana o'tamiz-da. Nechi pul? 33 da Ko'ramiz-da. 17 ga 33 bo'lsa, kichkinaroq ekan. Men yo'masa ikkitasini bittalashtirganda ko'zimda chamaluvdim, katta edi. Endi 2 oy bo'lib ketdi-yu. 17 bo'lsa, sal kichkina ekan. Ikkita qurishga qiynalar ekan, chunki 17 ni bo'lsangiz 8,5 dan tushadimi? 8,5 ga 33. Tezroq sotib yuboraman hozir. Anu ham sotsa zo'r qursa bo'ladi. sotilsa Maydalab. 33 bo'ladi. Zo'r sotsa, qurib tashisa bo'ladi. Qimmat uğraşyapti. Ular nechi pul deyapti? Ozgina ustida bo'ldi, 160 dan kam emas deyapti. Bu nechi pulga beriladi? 145 ga bo'lsa ham beraveraman. O'shanda 5,5 ga bo'lsa 26 mingdan ham tushyapti, taxminan. Taxminan. Toshkentning ichida Sakkokiy mahallada 26 ming dollardan aniq joy topa olmaysizlar. Garant. Chunki men bilaman-ku, o'tdan top bo'lmaydi bunaqa narx. Xo'p. 1 sotiga 28 ming deyaptilar, 26 mingdan berib olar ekanlar. 5,5 sotu Sakkokiyda, Uchtepa tumanida. Telefon nomerlari 33lik
530 56 98. Narxi zo'r. Boringlar, gaplashinglar. Agar yumshoqroq olaman desanglar foydalanish kerak. Okay? Bozoringlarni bersin. Salomat bo'linglar. Yaxshilikka ko'rishinglar. Assalomu alaykum. Okay, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bormi? Tez gapirib tashlamayapmanmi? O'sha anu bo'lib ketdi-da, odamlar hammani qo'yotganiga tezlashib ketdi. Yerim Qachon yetdingiz? Hasanboy, masjidga yetmasdan. Hop. Arkali ko'chadan kirganda. Hop. Yunusobod tomoni, fasadi 24 ga 25. Hop. Sotiga 33 mingdan pul garit, ozgina o't beriladi. Okay, bitta gap aytaymi? Mana 12 bo'pti. 1 soat oldin Instagramga 20 ming dollardan Hasanboyda joy qo'ydim. Anaqa choynak tomondan. Choynak tomondan qo'ydim. Balkim sizniki yaxshiroq joydir hozir. Akadan sig'az o'ngada. Agarda eng arzon narxda, hech qayerdan top bo'lmaydigan narxda uy-joy olib, danlashimga tashab qo'yaman yoki olib sotib foyda qilaman deydigan bo'lsangiz, bilmayman, yumshoq narxda uy-joylarni qo'yyapmiz. Instagram profilda faqat u. Instagramimizga atmetga qilib qo'yamiz, podpiska tashab qo'yinglar, xudo xolisa. Eng qiziq joyini aytaymi, aka? Shu yerda mana hozir aytdim-ku, kimdir olib sotmoqchi bo'lsa, kimdir bola chaqasiga danlashim mulk deb arzonroq olmoqchi bo'lsa dedim-ku, bir xil odamlar bizdan norozi bo'layotgan ekanda. Aka deyapti, sizlar noto'g'ri ish qilyapsizlar deyapti. Sotuvchini deyapti. Arzonga qo'ydiryapsizlar deyapti. Biz unaqa ish qilayotganimiz yo'q. Biz ham bunaqa ish qilyapmiz. Sotuvchini shundoq ham arzonga sotishga rozisini topganmiz. Chunki u odamning vaziyati shunaqa. Aka deydi. Menda deydi 2 kun ichida sotmasam deydi. Vaziyat juda jiddiy deydi. Uyidagi vaziyatni tushuntiradi. Nozik vaziyat bo'ladi-da. Keyin aytamiz, 2 kun ichida sotishing uchun sen 100 minglik uyingni 90 mingga berishing kerak. Boshqachasiga 2 kunda sotib bo'lmaydi deymiz. Ani odam rozi bo'ladi-yu. Shundoq Instagramga qo'yib yuboramiz-da. Bir xil odamlar salla anu qo'ysalar, mana qo'ysalar, o'zi aslida qaysidir ma'noda hojatini chiqazyapmiz. Chunki olib sotarlar o'sha uyni 85 ming qilib turibdi-da. 85 ming bo'lsa pul tikaman deb turibdi. Bizi o'zi 100 minglik uy, biz 90 mingga qo'yyapmiz-da, 1 soatda sotib beryapmiz uylarni. Instagram podpiska tashab qo'yinglar. O'sha yerda shu narsalar bo'lyapti. Eng qiziq joyi 50 ming, 60 minglik uylarni Instagramga qo'ymayapmiz, Telegramga qo'yyapmiz. Telegram kanalimizda ham bor. U yerda mana shunaqa 50 ming, 60 minglik hamyonbop uylarni qo'yyapmiz. Ularda ham xuddi shunaqa tartib. Kimda kim uyini srochniy sotayotgan bo'lsa, bozordan arzon bo'lsa qo'yamiz. Telegram bilan Instagramga. Endi bu yerda bozorda qanaqa qilib endi qo'ymayman senga, seni uying qimmat ekan, seni uying qimmat ekan deya olmayman. Gapirib qo'yib ketyapman. Endi buni o'tkiga vaqtida berilmagan. Xo'p, hozirlash. Bir oy oldin. Xo'p, 32 dan bo'lsa bera olamiz. Lekin joy yaxshi, masjidga yaqin, yayov borsa bo'ladi. Hasanboyga masjid tomoni bo'lsa 32 mingdan. Mana Hasanboyda o'sha masjid atrofida 40 ming, 45 ming deb o'tirgan odamlar juda ko'p. Juda ko'p odam shunaqa deb o'tiribdi. Asl narxi bizning hisobimiz bo'yicha 35 ming. Mani kalkulyatsiyam bo'yicha asl narxi 35 ming. 32 mingdan taxminan 2 ming, 3 ming arzon aytyapsiz. Men joyini ko'rmadim. Balkim joyi o'zida boshqa men bilmaydigan nimadir bordir. Joy yaxshi lekin. Kanalizatsiya ham kelgan. Hasanboyda shahar tomoni bu. Hasanboy shahardan tashqari tomoni emas. Fasadi 24 metr, ichkarigi 25 metr. Fasadi ham zo'r ekan. 12 dan 2 uchastka qurilsa, zo'r ekan 25 metr. Uchastka qurilgan, to'pda 5 ta. Sotigini 32 mingdan deyaptilar. Yaqinda bermadim deyaptilar, hozir beraveraman deyaptilar. 95lik 141 71 75. Okay, bozoringizni bersin. Yaxshi variant ekan, sotinglar. Assalomu alaykum. Okay, salomatmisiz? Buni kutyaptilar. Assalomu alaykum. Adashib ham ketaman, balkim sizdirsiz, rozi bo'lasiz endi. Xo'p. Sergeli 4-kvartal Protiv avtosaloni. Salon qarshisida. Avtosalonning qarshisida 78 kvadrat bo'lsa, sizda kirganingizda deski bilan spanli sal kichkinaroq bo'ladi. Kiladovkangiz ham bo'lishi kerak, o'z zavodskoy bo'ladi. Zavodskoy qo'shganmiz, oshxonani katta qilganmiz. Ha, mana. Sanuzildan keyin kiladovka, keyin oshxona edi. Hozir siz kiladovkani biz tashagan bo'lsangiz, demak, oshxonangiz hozir bemalol o'tirib ovqatlanishga pazvalat qiladi. Balkoningiz kuxnyani olib chiqqanmiz, utepleniyni qilganmiz, bemalol yursa bo'ladi. Yarmiga tapchan qilib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Yo'q, oshxonani o'zida katta tapchan qilganmiz. Oshxonada tapchan, balkon, seli, oshxona. Balkon, oshxona bo'lgan. Balkonni o'ziga ham pazvalat qilardi, lekin siz uyingizdachi mana bunaqa plan ham qilsa bo'ladi. Balkonni bu yoq yarmiga zaldan chiqardi. Qarang, mana bunaqa qilgan planlar bor-da. Oshxonani detskiy qilganda, qilgan, bolasiga xona qilib berganda, balkonni yarmiga oshxona tomoniga, oshxonani olib chiqqan. Endi detskiydan ham eshik qoldirgan.
O'tishga. Endi eng qiziq joyi zaldan ham eshik qoldirgan. O'z zavodskoy bo'ladi zaldan eshik. Zaldan ham eshik qoldirganda mana bunaqa ish qilgan. Agarda uyda mehmon bo'lsa, oshxonaga ayollar detskidan kirib chiqadi. Detskidan kiradi-da, ovqatini qiladi-da, zalga uzataveradi. Endi agarda zalda mehmon bo'lmasa, bolalar uxlayotgan payt zaldan kiradi. Mana shunaqa qilib foydalangan eng zo'r foydalanish bu uydan shu bo'ladi. Klidovkani buzib tashlaganingizdan keyin bemalol oshxonangiz 4-xona bo'ladi. Shunaqa, 4-xona bo'ladi. Hozir siz foydalanyapsiz, lekin maksimum foydalanmayapsiz. Chunki mana bu oshxonangiz bor-ku, endi siz oilangiz kamroq odamdir bilmayman. O'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'ygansiz. O'tirib ovqatlanishga balkonni bu yoq yarmi ham bo'ladi. Zal ham bo'ladi-da o'tirib ovqatlanishga. Oke, mayli. Men okamning planirovkalarini bilganim uchun eng zo'r foydalanish meni fikrimda shu. Oilada odam soni ko'p bo'lsa. Chunki bitta qizi, bitta o'g'li bo'lsa, 10 yoshdan oshgandan keyin ularni ajratish kerak. Birga yotqizib bo'lmaydi. Aka singilli bitta xonada 10 yoshdan yuqorisini yotqizish yaxshi emas. Ularni bo'lish kerak. Bo'lish uchun nima qilasiz? 3 xonali uyingiz bor. Bittasida qizingiz yotsa, bolangiz qayerda yotadi? Oshxonada yotadi-da, boshqa variant yo'q. Shunaqa foydalansangiz eng zo'ri, planirovka zo'r, 78 kvadrat bo'ladi. O'zi 3 xonali uylar ko'p 70 kvadrat bo'ladi. Bu 8 kvadrat plus katta, zo'r planirovka. Xo'p, Sergelida ko'p bunaqa planirovka. 72 ming narxiga endi kelin narxi qimmat lekin aka. O'tib beramiz aka, o'tib beramiz. Necha pul o'tib berasiz? Tekis qilib beramiz. Yo'q, mencha berilib ketdim-da, og'ridi, narxini ko'rmadim to'g'risi. Yo'q, remont qilingan, toza. Yemra. Yo'q, toza. Toza bo'lsa qimmat. Aka, bitta gap aytaymi? Uyingizni haqiqiy narxi 60 mingdan oshadi, 65 minggacha boradi. Siz xafa bo'lmang. Tars etib ketish oson, lekin meni fikrim bo'yicha siz uyingizni narxi 60 mingdan oshadi, 65 minggacha boradi, sotiladi. Men adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Bu meni fikrim. Men fikr bildirib ketaveraman, chunki o'tirgan odam ham baribir shunaqa deb yozadi-da. Yozishdan oldin aytib ketamiz. Srochniy deyapsiz, narxini qimmat so'raysiz. O'tib beramiz. 70 dan o'tasizmi? O'taman. Necha pul berasiz? Shuni ayting, oxirini ayting. Mana bundan o'tmayman deydigan narxingiz bor. 68 oxiri qilaylik. Xo'p, akamni qiynamaymiz. Bo'lmasa 65 ga sekin ko'ndirardim. U yog'ini o'zingizlar qilasizlar. 72 ming deyaptilar, 68 mingga beraveraman deyaptilar. 3 xona 4-etaj, 5 etajga, planirovkasi zo'r 78 kvadrat. Sergeli 4-kvartalda. Telefon nomerlar 94 633 93 13. Oke, bozoringizni bersin. Rozi bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Siz kutyapsiz? Yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. Allohga shukr. Xo'p. Yunusobod 13-kvartal, 50 kvadrat. Bu nima planirovka? Balkonini ayting, men aytib beraman planni. 1,5 uch balkon bo'ladigan bo'lsa, xurshovka bo'ladi. Xonalaringiz razdenlimi, ichmi? Razdenli bo'ladigan bo'lsa, hozir bittasi kelib ketdi 19-kvartalda 3 ta oyingiz bir yoqqa qaragan bo'ladi. Bittasi balkon, bittasi oshxona, bittasi zal bo'lishi kerak. Detskiy bo'lishi kerak. Spalni. Bir yoqqa qaragan. Eshikni ochib kirganingizda to'g'ringizda ikkita sanuzel turibdi. Bu yoqqa spalni, bu yoqqa zal. Rasmlarni ko'rsatingmi? Yo'q, rasmdan planni bilolmayman, planni bilmoqchiman. Hozir uy egasi bo'lganingiz uchun, makler bo'lganingiz uchun planni tushuntirib berishga uy egalari qiynaladi-da. Maklerlar bittada aytib beradi. Xurshovka razdenli deydi, ikkinchi makler tushunadi. Siz esa shuni ayta olmayapsiz. Mana shuni Liboy maklerga xurshovka razdenli desangiz bo'ldi, bittada uyingiz ichini plani miyasida o'tib bo'ladi. Agar men endi shunaqa bo'lsa, bez remont ekan, 50 kvadrat ekan, 48500 ekan. Anjir orqasida 13-kvartal. 13-kvartal Anjir orqasida 48500. Necha pul qilib berasiz buni? 8 mingga beraveramiz. Bundan pastiga bermaysiz. U bugun narx berdimi shuncha paytdan beri? U bugun narx berdimi? Yo'q. Narx bermadi. Oka, bitta gap aytaymi? 45-46 lar bo'lsa kerak haqiqiy narxi. Men adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Bu meni fikrim. 45-46 larga sotilsa kerak. Siz 48 deyapsiz-ku. O'zi aslida oxirgi etajni sotish qiyin. Bez remont uyi sotish yana qiyin. 50 kvadrat bo'lmaydi, bu 48 kvadrat bo'ladi. Agar 1,5 uch balkon bo'lsa. Xo'p, bez remont, oxirgi etaj sotishingiz imkoniyatlaringiz qiyinlashib ketyapti. Ikkita sababingiz bor. Oxirgi etaj bez remont. Ikkalovi ham sotish qiyinlashtiradi. Keyin uchinchi sabab narxi qimmat bo'lsa. Yana sotish 3 ta sababingiz bor. Necha pul o'zi berasiz? Oxiri mo'ljal. Undan pastiga bermaysiz. Xo'p, biz aytib ketaveramiz, aka. Prosta biz aytganimizdan keyin sizga foyda bo'lsin deyapman. O'shaning uchun narxini yumshoqroq qilishga harakat qilaman. Lekin xazayin baring. Xohlasangiz uyingizni 80 ming deyishgan haqqingiz bor. Hech kim pretenziya qila olmaydi. Chunki uy sizniki. Biz aytib ketaveramiz. Yunusobod 13-kvartalda 2 xona to'g'ri xurshovka razdenli ekan, 1,5 uch balkon bez remont ekan.
48500 48000 qilib berdilar. 97lik 759 99 15. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rsin. Xo'p, bering. Assalomu alaykum. Qancha bu? Necha minut bo'ldi? Oshdimi? Okey, lekin bitta shuni aytamiz, yopamiz, chunki odamlar ko'rmaydi. Keyingi yakshanba tushamiz, xudo xolasa. Buni qo'yganman men, okey? Sizni sherigingizmi? Ha, orqasimi? Okey, qarang. Ko'rmaydi odamlar. Odamlarga anu vaqtini ham ekonom qilish kerak. Qiyin-da. Xo'p, Sirg'ali Yangi hayot tumani Chortoq mahallasi. O'zimiz quramiz deb oldik buni. Hop, nech pul sotiga? 18 mingdan. 18 mingdan. 20 mingdan sotishdi. Ro'paranglarda 20 mingdan sotishdi. 18 ming dollardan. Men joyingizni bilmayman. Chortoq mahalla Yangi hayotda. Index magazinlar qurildi, o'shaning orqasi. Index Steak, ha? Bir opsiya necha sotuv? 5 sotuv. 5 sotuv. Nech pul? 18 mingdan. Ro'paramiz 20 mingdan sotishdi. Biz 97lik 447 34 36 15 16 lik ham berasizmi? 15 16 emas. 17 yarim qilib beramiz. 17 yarim mingdan ekan. Telefon qilinglar. Okey, salomat bo'ling. Prosta endi yopmasa bo'lmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Okey. Hozir siz okamsiz, sizni qilsam, bular ham adolatsizlik bo'ladi. 40 minutda yopishim kerak edi. 45 minut bo'libdi. Keyingi yakshanba, har yakshanba kuni Xudo xolasa 11 larda boshlayapmiz, 11:30larda birgacha tugatyapmiz. 40-45 minut uzmasdan shunday olamiz, yopamiz, ketamiz. Xudo xolasa YouTube'da Ulug'bek Yakubov YouTube kanalida chiqadi. Instagram chiqmaydimi? Instagramda profilim bor, o'tda 1 minutlik boshqa videolarni qo'yaman. Bularni qo'ymayman o'tga. U ham Ulug'bek Yakubov, foydalaninglar. Adak Telegramda ham chiqadi. Telegramda boshqacha stil. 3 ta stilimiz bor, uchalovi boshqa. Podpiska tashab qo'yinglar. Nimadir kamchilik, nimadir noto'g'ri gapirgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Bizni bloger emasman-da, yaqinda makler edim. Nima foyda shundan o'sha hayron bo'lamiz. Okey, bitta gap aytaymi? Men bundan foydam bor. Tekinga shunday xizmat qilolman demayman. Foydam bor. Instagram profilim, Telegram profilimni orada 2-3 marta reklama qildim. Plus balkim qanaqadir biznes reklamalar chiqishi mumkin, tanlashim bilmayman. Biz bundan aniq foydalanamiz. Bu hozir mana bunaqa narsa, xuddi bitta kichkina ko'chat eksangiz, unga suv quyib olganingizda foyda yo'q. Lekin daraxt bo'lgandan keyin soyasida o'tirib mevasini yeysizmi? Hozir bu ko'chat. Xo'p, salomat bo'lasizlar. Shu bilan Xudo xolisa bugungisini tugatamiz. Podpiska tashab qo'yinglar.